Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan nima uchun organizmimizga vitaminlar zarur degan tema bo'yicha suhbatlashamiz. Vitaminlar organizmimizni mustahkamligini tiklaydi va turli infeksiyalarni organizmga tushib zararlashdan himoya qiladi. Toksinlarni neytrallaydi, moddalar almashuvi buzilishini oldini oladi va tiklaydi. Fermentlarni ishlab chiqarishda, markaziy nerv sistemasini faoliyatlarini tiklashda ishtirok etadi. Hozirgi kunda 13 xildan iborat turli vitaminlar mavjud bo'lib, sog'lig'imizni tiklashda yordam beradi. Eng zarur bo'ladigan vitaminlar A, B, C, D, E vitaminlaridir. Bu vitaminlarning yetishmovchiligi hipovitaminozga olib keladi. Ya'ni vitaminlarni kamayib ketishi yoki avitaminozga sabab bo'ladi. Avitaminoz vitaminlarni butunlay yo'q bo'lib ketishiga olib keladi. Hozirgi kundagi insonlarning turmush tarzi, noto'g'ri ovqatlanish, ya'ni sog'lom ovqatlanishga rioya qilmasligi, ekologiyani o'zgarib ketishi natijasida insonlarning sog'lig'ini saqlash juda ham qiyin bo'lib bormoqda. Taomlanish faqatgina energetik qiymatga ega bo'lgan ovqatlarni yemasdan, balki vitaminlarga boy bo'lgan mahsulotlar iste'mol qilinishi kerak. Lotinchada vitamin degani hayot degan ma'noni bildiradi. Vitaminlarning yetishmovchiligi yoki butunlay yo'q bo'lishi barcha a'zolarning funksiyalarini buzilishiga sabab bo'ladi. Organizmda vitaminlarning kamayib ketishiga shakar mahsulotlari va barcha turdagi shirinliklar, pishiriqlar sabab bo'ladi. Vitaminlar biologik aktiv modda bo'lib, ko'pgina sabzavot va mevalarda bor. Masalan, vitamin C qizil bulg'orida, sitrus mevalarda, smorodina, malina, pomidor va karamda bor. Ammo organizmni vitamin C bilan to'yintirish uchun yuqoridagi mahsulotlardan bir necha kilogrammlab yeyish kerak bo'ladi. Shuni inobatga olib, bizning shirkatimiz Tibavit tomonidan vitamin C biologik aktiv modda sifatida ishlab chiqarilyapti. Vitamin C yurak qon tomirlarini mustahkamlaydi, ularni holatini yaxshilaydi, keraksiz xolesterinni yo'qotadi, qonni suyultiradi, qon tomirlarida tromb hosil bo'lishini oldini oladi. Temir moddasini so'rilishida va terini tabiiyligini saqlashda yordam berishi bilan kuchli antioksidant hisoblanadi. Charchoq va stress holatlari barham toptiradi. Vitamin C qon tomirdagi leykositlar sonini ko'paytirishiga, ya'ni infeksiya bilan kurashuvchi leykositlarning sonini ko'payishiga sabab bo'ladi. Yaralarni bitiradi, kollagenni yaxshi so'rilishiga yordam beradi. Pay va qon tomirlarini harakatchanligini oshiradi. Bo'g'im kasalliklarida artroz, artrit, gonoartroz kasalliklarini shifo topishida yordam beradi. Shu bilan bugungi suhbatimizni yakuniga yetkazamiz. Siz azizlar bilan xayrlashamiz. Hamisha ofiyatda bo'lib, sihat salomat bo'lib yurishlaringizni tilaymiz.